Kim bilan kim o'ynayapti? Salovat komandasida Urgutyan. Buncha vaqt ofring karta, bir shot qoldi. Bir shot agar Urgutyan bo'lsa, Abeda. Urgutyan finalda birinchi o'rinni oldi do'stlar. Assalomu alaykum. O'yin hamma bo'ldi. Siz nechta komandalar o'ynab chiqdingiz o'zi? Uchinchi o'yin haqida. Rivojlantirish kerak. Rivojlantirish kerak, yana. Ha. Viloyatlarga Mana shu bala bo'lib, bitta bizga komandamizga. Tabriklar. Ikkinchi o'rinni bu o'ziman. Gap yo'q, ikkinchi o'rin uchun ham 1 million so'm yutib bo'lar ekan. Juda jamoa sardoriga yaxshi kelishadi. Hali bu boshqa ish. Kam bizda ham ko'p o'rniga qo'yilgan. Ana, yana Urgutyan jamoasi Vegas Show'da o'tgan konkursda bo'yicha birinchi o'rinni olgani uchun ular taqdirlashga tabriklaymiz. Legenda Counter Strike'chilar xo'p. Bachalar yaxshi o'ynadi. Rivojlanish bor, yaxshi. Rivojlanish yaxshi, ha? Oldingi yilga qaraganda qanday o'zgarishlar sezdingiz? Katta o'zgarish. O'zgarish katta. Siz nima deysiz, Ismoil aka? Sizdan vaqtiga so'rab qo'ygansiz. Bilamiz biz. Ha, yaxshi, o'yinlar yaxshi. Mana rivojlanaversa yaxshi bo'ladi. Biz sportchi. Yutib qo'ydi, bacharat. Sizlar qo'laydi, bilaman. Abbos aka, siz o'zi Bunyodkor kantorxonaga o'ynaymiz. Siz mashhur bo'ldi. Bunyodkor uchun yutdi, Bunyodkor kantorxonasiga qo'yamiz. Hala. O'yin zo'r bo'ldi aka. O'yin zo'r bo'ldimi? Futbolkada ham bir xil hammasi O'zimiz uchun interesda bu. Zo'r o'yin bo'ldi aka. zo'r bo'ldi, gap yo'q. Urgutyan mana komandamiz birinchi o'rinni olib berdi. Kofa mana Lukshoysda yaxshi, zo'r o'ynadi aka. Qachon endi viloyatlar bo'yicha chiqamiz, nasib bo'lsa, xudo xolosa. Nasib bo'lsa shuni harakatiga aka. Shuni harakatiga. Urgut zonasiga, Urgut territoriyasiga Manaman degan dinozavr bilan 5-5 o'ynaymiz. Umuman bachchani qizi yo'q, o'ynasa bo'ldi.